ehsonga biz onam kasal kelib qurib qo'ygan. Boshqa ilojimiz qolmadi. Beshariqdan bizga murojaat tushgandi. Borganimizda esa masjid yonida onasi uchun ehson so'rab turgan ikkita qizni ko'rib qoldik. Onam kasal ekan, buyragi ham qurib qolgan. O'shanga ehson yiqqani chiqdi. 4 ta qizimiz, eng kichkina singillar yo'lda turibdi. Boshqa ilojimiz qolmadi. Yana buyragi qurib qo'ygan. Bu qizchaning so'zlarini eshitib etlarim jimirlab ketdi. Oiladagi 4 ta qiz onasini operatsiyasi uchun mablag' yig'ayotgan ekan. Ularni mashinaga o'tirg'izdim va birgalikda uylariga bordik. Biz mana shu yerda yashaymiz, 2 xonali domda. 800 ming oyiga ijarada turamiz. Mana shu yerda. Uylariga kirayotganimizda esa g'alati holatga duch kelib qoldik. Aya, nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Har kun shunaqa qiynalyapti. Bekordan bekor ko'chalarga chiqqanimiz yo'q, mana ahvolini qarang. 10 ming dollar atrofida pul kerak edi, unaqa katta summani biz qo'limizdan kelmayapti topish. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz bizni vaqtimizga. Saxiy insonlar, saxovatpesha insonlar ko'p bizga ham yordam beradi, xudo xolasa. Zakot beraman deydiganlar bo'lsa, mana haqiqiy muhtoj. Ehson qilaman deydiganlar bo'lsa, bilasizlar, Ramazon oyida qilingan ehson 700 bo'lib qaytadi inshaalloh. Xudo xolasa, mana shu ro'za Ramazonda yig'iladi. Siz xavotir olmang. Onangiz hali yaxshi bo'lib ketadilar. Aytganingiz kelsa. Do'stlar, birinchi videomizda 3000 ga yaqin mablag' yig'gan bo'lsak, yana 10 ming dollar yig'ishimiz kerak. Ekranda o'zlarining kartalari. Sizdan iltimos shu 4 ta qizlar operatsiya uchun pul topa olmasdan yetim bo'lib qolmasin. Ehson qilishga pulingiz bo'lmasa, mana shu videoga like bo'lsa, bitta istoriya qilib bering. Kommentariyga chiroyli qilib duo qilib yozib qo'ying.